Avvallari yurak xastaligiga chalingan bemorlar murakkab jarrohlik amaliyoti uchun xorijga borishga to'g'ri kelardi. Bugun vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekistonda tibbiyot, jumladan zamonaviy kardioxirurgiya rivojlanib bormoqda. Murakkab, yuqori texnologik operatsiyalar endilikda yurtimiz tibbiyot maskanlarida muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda. Bu borada poytaxtimizdagi Ezgu niyat klinikasidagi jarayonlar fikrimiz isboti bo'la oladi. Ezgu niyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi O'zbekistondagi eng nufuzli va zamonaviy tibbiyot klinikalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mazkur klinikadagi imkoniyatlar AQSh va Yevropa kabi ilg'or davlatlarning tibbiyot markazlari bilan teng baholanmoqda. O'tgan yil oxirida Florida va Nyu-Yorkda o'tkazilgan 2 yirik xalqaro kongressda markazimizning minimal invaziv kardioxirurgiya bo'yicha natijalari taqdim etildi va birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu faoliyatimizga berilgan yuksak baho va klinikamiz ishiga bo'lgan ishonchning yana bir isbotidir. Qolaversa, bu yutuq xalqaro tibbiy jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bugun amerikalik mutaxassislar minimal invaziv kardioxirurgiya loyihasida ishtirok etish, operatsiya jarayonida qo'llanilayotgan barcha parametrlarni o'rganish va tajribamizni chuqur tahlil qilish maqsadida tashrif buyurishgan. Chunki bu usul zamonaviy bo'lib, hali xalqaro tajribada to'liq o'rganilmagan. Shu bois ham bizning faoliyatimiz xalqaro hamjamiyatda katta qiziqish uyg'otdi. E'tiborlisi, tibbiyot markazida xorijdan kelgan mutaxassislar ham faoliyat yuritmoqda. Ular ham klinika mutaxassislari nazoratida murakkab jarrohlik operatsiyalarida qatnashib, tibbiyot markazidagi zamonaviy texnika va infratuzilmalar bilan tanishmoqda. We're honored today to be here at Ezgu Niyat. Bugun bu yerda Ezgu niyat klinikasida bo'lish biz uchun katta sharaf. Tibbiyot markazida yuqori malakali kadrlar, professional jamoa, zamonaviy uskunalar va ilg'or jarrohlik laboratoriyalari tashkil etilgan. Biz shunday kuchli jamoa bilan hamkorlik qilayotganligimizdan mamnunmiz. Markaz minimal invaziv va an'anaviy jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun to'liq jihozlangan. Shu bois bu yerdagi mutaxassislar bilan ishlash biz uchun juda qiziq va muhim. Biz jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan vaqtda oyoq qon tomirlarida qon aylanishini me'yorda saqlab turish va yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi yangi uskunalarni olib keldik. Bu texnologiyalar murakkab operatsiyalar davomida oyoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni kamaytirish va to'qimalarning hayotiyligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Umid qilamizki, O'zbekistonda zamonaviy kardioxirurgiya kelgusida yanada rivojlanadi. Zamonaviy uskunalar orqali mahoratli mutaxassislar har qanday murakkab operatsion jarayonlarni muvaffaqiyatli amalga oshiradi. Guvohi bo'lganingizdek, bu kabi tibbiyot muassasalari nafaqat bemorlarning og'irini yengil qilmoqda, balki ularga yangi hayot baxsh etmoqda. Shuningdek, O'zbekiston tajribasini dunyo hamjamiyatida e'tirof etilishiga o'z hissasini qo'shmoqda.